kelinni xonasiga ruxsatsiz kirish mumkin emas. Iltimos. Bu mumkin emas. Iltimos. Keyin eng katta haq-huquqlardan bittasi, unutmang, kelinni hayotiga aralashish mumkin emas, shaxsiy hayotiga. Shaxsiy, ya'ni misol uchun, to'msak yuribsiz, nima mushuk tishlab oldimi? Bir narsa bo'lib qoldimi? Nima to'msayyapsiz? Nimaga ochilmayapsiz? Nima bo'ldi? Bir og'iz mana bunaqa gapirsangiz bo'lmaydimi? Emas, NLP qilish kerak. Qizni ham qolsa ehtimol aralashish qanaqa bo'ladi? Aralashuv, ya'ni yondashuv bo'ladi. Ya'ni biz aralashayotganimizda uni qo'llab, uni tanqid qilib, o'zi shundoq ham tanqid qilingan, ezilgan, solishtirilgan holatida keladida, endi hayotini, katta hayotda, o'zini kichkinalik hayotini katta hayotda o'zi glavniy rolda o'ynayotgan, yana aralashuv bo'lib, yana xuddiki yosh boladek bo'lib qolishadi. Ikkita eri bilan xotin yoshligida ko'rgan hamma tushunchalarni endi katta hayotda o'zi glavniy rolda o'ynayotganda, o'sha paytda aralashish kerak emas.